Allah peygamberler arkalık, kitap arkalık hidayet kıldı. İnsanın akıl iradesi vicdan arkalık hidayet kıldı. Böylece hidayet nime degende? Hidayet degen Arap tili bulup toğru yol köstiş degen ma'nda. Toğru yolga yetekleş degen ma'nda. Allah Taala bizni hayvan kılıp koysa, pil yoki tuga yoki bo'lmasa eshak at qilib qo'ygan bo'lsa-mu, hech nima demaydi. Shuning uchun aqlliq inson qildi, aql berdi, iroda berdi, vijdon berdi. Bu Alloh taoloning bir hidoyati, ya'ni to'g'ri yo'lga yetaklash. Ikkinchidan payg'ambarlarni avatdi, ilohiy vahiy Qur'onni avatdi. Bu Alloh taoloning yolg'on hidoyati. Nima uchun arablarning ichidan chiqdi desa, O'rta Sharq dunyoning kindigi bo'lganligi uchun Beytulloh shu yerda din bilan aloqasi bor. Payg'ambarlarning hammasi Nuh aleyhisselam olsun, İbrahim aleyhisselam olsun, Musa, İsa, İshak, Zekeriya, İdris şuna o'xshash payg'ambarlarning hammasi O'rta Sharqdan chiqqan bo'lganligi uchun O'rta Sharqdagi insonlar payg'ambarlar bilan ilgilanadigan, din bilan ilgilanadigan bir bosh rolni o'ynagan. Shunda bo'lganligi uchun Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni arablarning ichidan chiqargan. Şu vaqt Türklermi batı, Xitoylarmi batı, ular uchun nima uchun chiqarmadi deganda, u Allohning irodasi, balkim chiqargan bo'lishi mumkin. Biz uningdan xabarimiz yo'q, tarixlarga yozilgan emas. Halbuki chiqarmagan bo'lsa nima bo'ladi desa, Alloh taolo va ma kunna muaddibina hatta nab'ata rasula. Biz hech bir qavmni, xalqni payg'ambar avatmay turib, ularni to'g'ri yo'lni ko'rsatmay turib azoblamaymiz dedi. Allah şundaqla innama ente munzirun ve likulli kavmin had. Fakat biz her bir xalq için bir to'g'ri yo'lga yetakligichi avatimiz. To'g'ri yo'lga yetakligichi bo'lmasdan ularni azoblamaymiz dedi. Shuning bilan bir Qur'onni li unzirakum bihi ve men balagh. Bu Qur'oni Karimni biz insonlarning quloqiga nerede, qayerdagi insonlarga yetsa yetgan qadar shuni agalantirishimiz uchun nozil qildik. Kimning quloqiga yetsa, shu yetkin hisob, yetmaganlar bundan mustasno deylik. Şun bu ma'nodan elib aytganda, payg'ambarlik yetmagan, Qur'on yetmagan, islom dinining haqiqiy da'vati yetmagan insonlarni Alloh azoblamaydi. Ularning islomdan, iymondan mas'uliyati yo'q. Ular o'z urf-odati bo'yicha birsi-birsiga zulm qilmay, insoniy, odamiy axloq bilan yashagan bo'lsa, uning kelgusidagi oxiratda jannat do'zax taqdirini Allohga topshirimiz, avval qilamiz. Bu devatgan narsa Allah azdırdı degan narsa bizning qarshi chiqayotgan narsamiz. Allah insonni azdırmaydi. Allah barliq insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Allah vallahu yad'u ila daris salam ve yahdi men yasha'u ila siratin mustaqim. Allah insonni saadet yo'liga, salomat yo'liga boshlaydi deydi Qur'oni Karimda. Qur'oni Karimning rollarining biri subhalas salam ve yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. İnsanlarını saadet, selamet yo'liga boshlash, jaholat patqidan nurga yetaklash deydi Qur'onning maqsadi bu. Unda bo'lganligi uchun Allah azdu desak, bu xatolashgan bo'ldi. Allah hech kimni azdurmadi, azdurmaydi. Allah yaratgan bendisini azdirib, iningdan keyin do'zaxga silish uchun yaratganmi? Unda emas. O'nlagan oyat var bu yerda. Allah barliq insonlarning cennet kirishini xohlaydi. Ammo ba'zilar do'zaxni tanlaydi. Masalan, Firavunga o'xshash, Abu Jahlga o'xshash, shaytonga o'xshash. Shung bu mavzuda Alloh taolo shayton bilan odamning qissasini Qur'oni Karimda 6 yerda degan yerda shayton Allohga sen meni azdırding dedi. İnson Adem men o'zim azdim dedi. Alloh taolo Adem o'zining gunohini e'tirof qilib, men azdim deganligi uchun uni odam qildi. Sizlar bilan bizni uning avlodlari qildi. Tövbesini qabul qildi. Shayton o'zining gunohini Allohga deb, sen meni azdırding dedi. Fabima aghwaytani. Sen meni azdırgan sebep bilan odamlarning oldidan, oqisidan, ustidan, ostidan kelib qiyomat qadar insonlarni men azdırman dedi. İki yerde. Yana Musa aleyhisselam'ın ağzı olan Allah Teala
İnnehu aduvun mudillun mubin dedi. Şeytandan bes kılıp şeytan insanı azdıgıça en uç kaşgarı düşman dedi. Sure Yasin'de Allah ve lekad edalle minkum cibillen kethiren efelem tekunu taqilun. Ey Adem balları men sizlarni şeytan qulçuluk qılыңlar. Qılmаңlar. Şeytan qulçuluk qılmay, maňa qılыңlar qulçulukni demigenmitim. Bu şeytan sizlarga uç kaşgarı düşman demigenmitim. Bu şeytan sizlarning köpinçilerini azdı dedi. Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı şeytan azdı, şeytan sizlarni azdırdı derken azdırışının özünü Allah'a ispatlaş, Allah'ını şeytanlaştırmaktır. Biz bir yerde Allah'a iman ettik mi, ya şeytan'a iman ettik mi? Halbuki Allah şeytan azdığı dedi. Şeytan sizlarni azdı dedi. Musa aleyhisselam'a elim ettirip olap Allah beni azdırıptı demeye, şeytan beni azdırıptı dedi. Allah Teala şeytan sizlarni azdırdı. Sizlar bunu yakınlaşmаңlar dedi. Şeytan özünün günahlarını kıp bolgandan keyin sen meni azdırdın dep özünün hataligini azdırış degan bu fe'ilni Allah Teala'ga isnat qildi. Şunu bu ma'nodan elib aytganda Allah hidayetga başlamaydi diyemeymiz. Allah tabii ki hidayetga başlaydı. Allah'ın hidayeti bizni insan qilgani, aql, iroda, vijdon bergini, payg'ambar avatgini, kitap nazil qilgani. Ama bizni Allah azdırmaydı. Ezishni biz özümüz qilamiz. Şuna Allah subhanahu wa ta'alaga yaxshilik isnat qilinadi. Doim yaxshilik Allohdan bo'ladi. Yomonlik bizning va shaytondan bo'ladi. Şun kitap yazganlar olsun, bazı amel qilganlar olsun. Dediki, men bunu to'g'ri degan bo'lsam, Allohdandir, xato degan bo'lsam, shayton va o'zimning nafsidandir. Allohga tavba qilaman deydi. Bunda dish odamiylik, odamlik. İslamning ko'rsatmasi bu. Shuning uchun bu mavzuda Allah azdırdı deganni demasligimiz lazım. Allah doğru yolda deganni doim boshlaydi deganni deymiz. Onun qarshi chiqa olmaydi. Masala bu.